Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan birgalikda o'zbek milliy ovqati bo'lmish oshni tayyorlashni o'rgataman. Birinchi bo'lib turib oshni tayyorlashdan oldin bizlar to'g'ri mahsulotlarni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun bizlar birgalikda Mang'von bozoriga keldik. Qani, olg'a. Bozor bizga kerak bo'ladigan narsalarni tanlab olamiz. Bodring, piyoz, sabzi. To'lovni qilib go'sht olishga boramiz. Go'shtni ham oldik. Mana uyga ham yetib keldik. Masalliqlarni tayyorlab qo'ydik. To'liq ma'lumotlarni rasm orqali ko'rishingiz mumkin. Bizlar esa boshladik. Osh tayyorlanishi. Samarqandcha oshni tayyorlashni biz sabzi to'rashdan boshlaymiz. Aytishlaricha, oshni kim qilishdan qat'iy nazar, sabzini erkak kishi to'rash kerak ekan. Oldinlari kuyov bo'lmish yigitni sinash uchun unga sabzi to'rash va o'tin yorish kabi sinovlar qo'yishgan ekan. Qanchalik yaxshi bajarsa, shunchalik oilasini ham yaxshi boqoladi deyishgan ekan. Balkim shuning uchun ham yoshligimizdan sabzi to'rashni o'rganganmiz. Endi navbat piyozga. Iloji boricha yuqa qilib to'raymiz. Go'shtni tayyorlashdan oldin uni yaxshilab quritib olamiz. O'rtacha qalinlikda kesib, tuzlab qo'yamiz. Oshni asosiy qismiga o'tamiz. Yog'ni solib, go'shtni baland olovda qovurib olamiz. So'ngra go'shtni chiqarib, piyozni tashlaymiz. Go'shtning mazzasi piyozga o'tishi uchun. Piyoz tilla rangga kirganda ustidan go'shtni solib birga qovuramiz. Qovurib bo'lgandan so'ng sabzini solamiz. Yaxshilab aralashtirib, ta'm berish uchun ozgina tuz sepamiz. So'ngra suv qo'yib, go'sht va sabzini botirib qo'yamiz. Ozgina zira xalaqit bermaydi. Keyin esa mayizni ham qozonga solamiz. Ovqatimiz past olovda qaynaguncha biz guruchni suvda yaxshilab chayqaymiz. Kamida 3 marta chayqash kerak bo'ladi. Olovni yana baland qilib, guruchni solib chiqamiz. Guruchni tekislab, bir osh qoshiq tuz sepib chiqamiz. So'ngra sarimsoqni ham chiroyli qilib joylab, ustini guruch bilan yopib qo'yamiz. Guruchimiz sariq rangga kirganda teshiklar qilib issiq suv ham qo'yamiz. Guruchimiz mayin bo'lib pishishi uchun ozgina zira sepib, guruchimizni aralashtirib olamiz. Ustidagi va tagidagi guruch bir xil bo'lib pishishi uchun. So'ngra guruchimiz nafas olishi uchun teshiklar qilib, uni 15-20 minutga damlab qo'yamiz. Oshimiz ta'mini tatib ko'ramiz. Guruch yaxshi tayyor bo'libdi. Endi esa osh o'rtog'i bo'lmish achchiq chuchchuq salatimizni tayyorlaymiz. Pomidorni va bodringni to'rab, tuzlab qo'yamiz. Oshga ozgina mehr berib, bezab ko'ramiz. Va samarqandcha oshimiz tayyor. Birgalikda baho beramiz. Oh, ta'miga gap yo'q. Oshga marhamat.